Mana bu speedni, ya'ni which speedni express testi hisoblanadi. Ko'rigimizga kelgan yigit to'yiga 20 kun qolgan. Midas motordan o'tayotgan paytida unda which aniqlanib qolgan. Bizga keldi. Biz u yigit bilan gaplashdik. Qanday qilib endi whichni yuqtirib qo'yganligi u boshqa masala. Aytmoqchimizki, o'zlaringizni goh-gohida tekshirtirib turinglar. Mana bu yerda mana which положительный test. Ikkita chiziq mana qarang. S va T. Buni ikkalasida ham bitta-bittadan qizil chiziq chiqqan. Bu degani bu insonda which положительный ehtimolligi bor degani. Mana biz u bemorni express testlar bilan tekshirdik. Bu yerda mana which ning express testi, bu gepatit C niki, gepatit B niki, keyin sifilisniki va torch infeksiyaning express testi. Biz shu testlarni qo'yganimizda bemorga mana which, ya'ni speed положительный test chiqib qoldi. To'yiga 20 kun qolgan. 20 kunda уже to'y bo'lishi kerak, Midas motordan o'tib bu yigit uylanishi kerak. Endi bunda which положительный chiqib turibdi. Alloh o'zi saqlasin bunday holatdan. Goh-gohida sho'xlik qilib yuruvchi yigit-qizlar o'zlaringizni tekshirtirib turinglar. Sartarosh, manikyur, pedikyur, stomatolog, lor, endoskopist kabi shifokorlarga borganda ham ehtiyot bo'linglar. Sterilizatsiyaga maksimal amal qilinishini so'ranglar.